Assalomu alaykum, hurmatli arab tili ixlosmandlari. Sizlar bilan ushbu video darsligimizda arab tilini noldan boshlab oxirigacha qay tartibda va qaysi usulda o'rganishlik borasida sizlarga o'zimni 6 yillik tajribamdan kelib chiqib qimmatli tavsiyalarni berib o'taman. Va bu borada arab tilini o'rganishlikda eng zaruriy kitoblar va ularning tartiblarini ham sizlarga tanishtirib o'taman. Demak, boshladik. Arab tilini o'rganish xaritasi. Bu bugungi mana shu darsligimizning nomi bo'ladi. Demak, bu darsligimizdan keyin sizning xotirangizda arab tilini qanday o'rganish kerak, qaysi yo'ldan yurish kerak degan savolga xarita o'laroq javob paydo bo'lishi kerak bo'ladi. Asosiy bosqichlar arab tilini o'rganishlikda men tajribamdan kelib chiqqan holda 3 bosqichga bo'ldim. Birinchi bosqichda nima o'rganiladi? To'g'ri o'qishni o'rganish kerak. Ikkinchisi to'g'ri yoza olishni va uchinchisi to'g'ri talaffuz o'rganishligi kerak. Va bu borada qancha muddat ketadi va qaysi kitoblar o'qiladi keyingi slaydlarimizda xabarini berib o'taman. Ikkinchi bosqichda nima qilinadi? Siz o'qishni o'rgandingiz, yozishni o'rgandingiz, arab tilidagi harflarning to'g'ri talaffuzini o'rgandingiz. Ana endi siz shuni o'zbek qolib ketmasligingiz kerak. Endi so'z yodlashga o'tasiz. Arabcha so'zlarni o'zbekcha ma'nosi bilan lug'at yodlaysiz va o'qib matnlarni tushunishlikka harakat qilasiz, eshitib tushunishlikka harakat qilasiz va so'zlasha olish uchun sizda yana imkoniyatlar paydo bo'ladi bundan keyin. Uchinchi bosqichimiz esa grammatik qoidalarni o'rganish bosqichi bo'ladi. Ya'ni endi siz sarf va nahv ilmidagi qoidalarni o'rganishni boshlashingiz kerak bo'ladi. Demak, sarf nima, nahv nima desangiz, qisqacha qilib aytaman. Sarf bu so'zlarni shaxslarda tuslashni o'rgatadi va bir so'zdan boshqa bir yangi so'zni yasashni o'rgatadi. Misol uchun o'zbek tilida ovqat yemoq, shu ovqat yemoq fe'lini shaxslarda tuslashda qanaqa aytiladi? O'tgan zamonda men ovqat yedim, siz ovqat yedingiz, u ovqat yedi. Xuddi shunaqa ko'plikda ham tuslanadi. Arab tilida ham xuddi shunaqangi tuslashni bu sarf ilmi o'rgatadi va yangi bir so'zni yasashni ham o'rgatadi. Misol uchun ovqat yemoqdan shu fe'lni bajaruvchisini nima deymiz? Ovqat yeyotgan kishi. Yeyotgan yoki yeyuvchi kishi degan so'z bu yangi so'z. Ammo o'zak ma'no bitta. Xuddi shu holatni arab tilida sarf ilmi o'rgatadi. Demak, nahv ilmiga keladigan bo'lsak, nahv ilmi gapni to'g'ri arab tilida to'g'ri gap tuzishni o'rgatadi va gapning tarkibini to'g'ri tushunishni o'rgatadi. Bir gap tuzsangiz, to'xta, mana bu qoidaga ko'ra bu gaping xato. Xo'p, ana endi mana bu holatga ko'ra gaping to'g'ri bo'ldi deb bu nahv siz gapingizni to'g'rilab beradi. Xo'p, birinchi bosqich haqida gaplashadigan bo'lsak, ushbu bosqichda arab harflarini tanib, qo'shib o'qish o'rganishdan boshlanadi. Harflarni tanib, qo'shib o'qish o'rganilgach, arabcha so'zlarni yozishni mashq qilish lozim bo'ladi. Yozmasdan iloji yo'q. Faqat qarab, ko'z bilan va quloq bilan eshitib o'rganishlik u ilm bo'lib qolmaydi. Yozish kerak bo'ladi. Yozishni o'rganish barobarida arabcha so'zlarni to'g'ri talaffuzini ham endi o'rganishga harakat qilasiz. Arab tilida misol uchun oddiy z harfini 4 xil varianti bor. Biz bitta holatni ishlatamiz xolos. O'zbek tilida faqat bitta z bor. Ularda esa az kabi 4 xil turi bor. Demak, albatta talaffuziga e'tibor qaratishingiz lozim bo'ladi. Xo'p, birinchi bosqichimiz mana shu, demak, harf tanib, yoza olish ko'nikmasi va to'g'ri talaffuz ko'nikmalari shakllanishi uchun A nuqta bilan B nuqta o'rtasida qancha muddat masofa bor? Bunda taxminan shaxsiy tajribamdan kelib chiqqan holatda 2-3 oy orasigacha masofa bo'ladi. Ikkinchi bosqichimiz nima bo'ladi? Bunda arabcha so'zlarning ma'nolarini yodlash boshlanadi endi. Bunda har oy eng kamida 250-300 ta yangi so'z yodlash tavsiya etiladi. Har oy. So'z yodlash barobarida arabcha matnlarni o'qib tushunishga harakat qilasiz. Shu jarayonda eshitib tushunishni shakllantirish uchun zamonaviy darsliklardagi oson video yoki audio darsliklardan foydalanasiz. Va nihoyat yodlanayotgan so'zlarni gapda qo'llashga harakat qilasiz, gapirishga harakat qilasiz. Va har kuni bitta arabcha ibora o'rganib so'zlashuvda qo'llashingiz lozim bo'ladi. Endi siz aytishingiz mumkin, ustoz, biz lug'atlarni qayerdan olamiz, arabcha iboralarni qayerdan topamiz? Bu borada keyingi slaydimizda to'liq ma'lumot berib o'taman. Qaysi kitoblarni tavsiya qilishligim borasida ham slayd tayyorlaganmiz. Bu jarayon qancha vaqt davom etadi? Ikkinchi bosqich. Bu ikkinchi bosqich taxminan 4-5 oy. Qancha uzoq davom etsa shuncha yaxshi bo'ladi bu jarayon. 6 oy bo'lsin yoki 7 oy bo'lsin. Men taxminan demak 4-5 oy deb berganman. Demak 4-5 oyda 1,5 mingta lug'at yodlagan bo'lasiz va eng kamida 150-200 ta ibora yodlagan bo'lasiz. Uchinchi bosqichga o'tiladi endi. Ana endi asosiy qismi boshlandi. Endi yaxshi o'rnashib, joylashib oling, diqqat qiling, eng yog'li joyi boshlandi. Arab tilini eng mag'zi mana shu qismida. E'tibor qiling, ushbu bosqichda sarf, nahv va balog'at ilmlari ta'limi olinadi. Balog'at ilmlarigacha o'rganiladi.
Xo'p, sarf ilmida arab tilida bir so'zdan yangi ma'nodagi 12 ta so'z yasash hamda so'zlarni birli, ikkili, ko'plik shakllarini hosil qilish o'rganiladi. Xo'p, shuningdek, fe'llarni shaxslarga nisbatan tuslash o'rganiladi. Nahv ilmida yuqorida aytib o'tganimizdek, gapning tarkibini tushunishni o'rgatadi. Gap tarkibidagi mana o'zbek tilida ham grammatik tahlil bor-ku. Misol uchun, men keldim. Men gapning egasi, keldim. Bu kesimi bo'ladi. Grammatik tahlil. Nahv xuddi shu narsa. Arab tilidagi xuddi shu grammatik tahlilni o'rgatadigan ilm. Endi bu ilmdan keyin esa albatta balog'at ilmiga o'tiladi. Ammo sarf nahvni qancha muddatda o'rganilsa to'g'ri bo'ladi va mana shu o'rtacha hisobda bo'ladi. Cho'zilib ham ketmaydi, kam ham bo'lib qolmaydi degan bo'lsa, bu borada o'rtacha 5-6 oy. Kimdir 4 oyda o'qishligi mumkin. Kimdir cho'zilib ketib qolsa 8 oy yoki 10 oy, 1 yilda ham o'rganish mumkin sarf nahvni. Ammo sarf nahv borasida men nima uchun 5 oy atrofida o'zlashtiriladi deyapman. Bunda nahvda 2 ta kitob, sarfda 2 dona kitob o'qilsa, boshlang'ich darajada kifoya qiladigan darajada mana shu demak manba bo'lib xizmat qilib beradi. Balog'at ilmida gapirilgan gapni ortidagi ma'noni tushunish. E'tibor qiling, sarf nahv tugagach, balog'at ilmida gapirilgan gapning ortida qanday ma'no iroda qilinyapti? Ana shu ma'noga qanday yetib olamiz, qanday tushunamiz va biz qalbimizda bir ma'noni o'yladikda, shu ma'noni ayni holidagi qanday yetkazamiz, qanday talaffuz qilamiz, qanday chiroyli gapiramiz, voqelikka qanday munosib gapiramiz. Ana shu ilmni esa bu balog'at fanida o'rganiladi. Ana endi tavsiyalar. Birinchi bosqich bo'yicha, ya'ni o'qish, yozish va talaffuz bo'yicha demak tavsiyalarim bir kundagi 3 soatgacha kamida siz dars qilishingiz kerak. Undan keyin ustozga muhabbat qo'ymas ekansiz, rosta kamiga siz 1 yil o'qiysizmi, 2 yil o'qiysizmi, muhabbatsiz hech narsa qanday natijaga erisha olmaysiz. Albatta ustozga nisbatan muhabbat bo'lishi kerak, ixlos bo'lishi kerak. Va biz o'zbeklarning o'zimizga xos qadriyatlarimizga mos odatimiz ham aynan mana shu ustozga muhabbat qo'yishlik. Ustozni eshitish ham bu borada eng tavsiya qilinadigan jihati, ya'ni siz arab tilidagi harflarni to'g'ri talaffuzini o'rganmoqchimisiz? Ustozingiz uni to'g'ri talaffuzini qanday chiqaryapti? Ustozni eshitishingiz kerak va o'sha harflarning kayfiyatini eslab qolishingiz kerak. Ana endi 4-inchisi, ustozingizni eshitdingiz, ustozingiz mana bunaqa chiqarayotgan. Ustoz shunaqa chiqardilarmi? Endi men qanaqa chiqaraman? Meniki o'xshamayapti ustozni aytganlariga deb o'zingiz tahlil qilasiz. Ovozingizni yozib, ovozli demak, ovoz yozgichda yozasizda, o'zingiz eshitasiz, tahlil qilasiz. Shu bilan rivojlanasiz. Demak, bu birinchi bosqichimiz bo'yicha tavsiya etiladigan manbalar, kitoblar. Xo'p, imkon qadar shunaqangi manbalarni berishga harakat qildim sizlarga. U manbalar o'zbek adabiyotidagi, o'zbek tilidagi manbalar yoki bo'lmasam O'zbekistonda topilishi imkoni mavjud bo'lgan manbalar. Ulardan demak Anvar Ahmad ustoz muallifligidagi o'qish kitobi va Husnul kitobi bor va arab tili kitobi. Mana shu uchala kitobni boshlang'ich demak birinchi bosqichda tavsiya qildim. Bu o'qish kitobi orqali siz so'z yodlaysiz, o'qishni o'rganasiz. Husnul kitobi orqali siz yozishingizni shakllantirasiz. Va arab tili orqali demak ravon o'qishligingizni va talaffuzni ham to'g'rilab ketsa bo'ladi u. Ikkinchi bosqich uchun tavsiyalarim: har kuni 30 ta lug'at. Lug'atsiz ishoning, siz lug'atsiz ko'zlagan maqsadingizga umuman yeta olmaysiz. Ikkinchi tavsiyam insho yozib turish kerak. Insho degani faqat 2 sahifa, 3 sahifalik yo'q. Qisqacha 3 qator, 2 qator, 4 qator, 5 qatorli insho yozib turing. Qisqacha. Misol uchun, oddiy har kun o'rganayotgan so'zlaringizdan men falonchaman, men falon shaharda yashayman, men yoshim mana bu, men falon joyda o'qiyman, falon joyda ishlayman, mening oilam 4 kishidan iborat, ular mana bular degan oddiy gaplardan ham 3-4 qatorli insho yozishni mashq qilib ketaverishingiz kerak. Eshitish qismi har doim arab tiliga oid yangiliklar, mana o'zbek tilida yangiliklar bor-ku, yangiliklar kanallari bor, YouTube'da bo'lsin, boshqa platformalarda bo'lsin, yangiliklar e'lon qilinadi, video xabar ko'rinishida. Xuddi shunaqa arab tilida e'lon qilinadigan yangiliklar videolarini ko'rib borsangiz, ancha eshitib tushunishlikka moslashasiz. Va so'zlashuv, har kun o'rganayotgan so'zlaringizni har kuni og'zaki so'zlashuvda, muloqotda ishlatishingiz shart. Ikkinchi bosqich bo'yicha tavsiya etilgan kitoblarim bu Umidjon Abdurayimov ustozni o'qish kitobi. Ya'ni so'zlashuv va g'oya uchun mukammal yechim. Mana shu kitoblari. Al-Misbah o'quv markazida Turjon Rustamov ustoz muallifligida chiqarilgan Misbah arab tili kitobi va yana Umidjon Abdurayevning bosqichli arab tili kitoblarini tavsiya qilaman. Endi 3-bosqich borasidagi tavsiyalarim nima desa, bu borada qoidalarni o'rganishda nahv fanida o'rganiladigan qoidalar keyinchalik
matn tarjima qilishda, arab tilida insho yozishda hamda gaplarni i'roblashda, ya'ni grammatik tahlil qilishda qo'l keladi. Shuning uchun qoidalarga kuchli e'tibor qilishingiz kerak. Xo'p, endi yana bitta bu borada tavsiyam, sarf ilmini xohlagan fe'lni barcha shaxslarda tuslay oladigan darajada yaxshi o'rganishingiz kerak. Xohlagan bitta fe'lni oldingiz, shaxslarda erkin bemalol tuslay olishingiz kerak. Misoli, jalasa yajlisu fe'lini muzoriyda tusaversa, yajlisu yajlisani yajlisuna, tajlisu tajlisani yajlisna, tajlisu tajlisani tajlisuna, tajlisina tajlisani tajlisna, ajlisu najlisu. Muzori fe'lda demak barcha shaxslarda tuslab chiqdim. Xohlagan fe'lingizni xuddi shu tartibda tuslay oladigan darajaga chiqishligingiz kerak sarf ilmida. Xo'p, endi e'tibor qiling. Bu siz ish bitmaydi. Nima edi u? Qanaqa ilm u ish bitmayas ekan u bilan? U siz. U balog'at ilmi edi. Buni demak balog'at ilmi nima o'rganishligini yuqorida aytib o'tdik. Va bu borada tavsiyalarim Abdulqodir Abdurrohim ustozni Sarf qanday ilm nomli kitoblari va Durusun Nahviya kitobini o'zbek tiliga tarjima qilib chiqarilgani bor. Aynan mana shu kitob ham demak bu borada sizga zaruriy bir qo'llanma bo'lib xizmat qilib beradi. Ushbu o'rinda siz azizlarga bir taklifimiz bor. Ya'ni siz arab tilini noldan boshlab mukammal balog'at ilmigacha o'rganmoqchi bo'lsangiz, bizni onlayn va offlayn kurslarimizga yozilishingiz mumkin bo'ladi va buning uchun esa videoning izohida biz link qoldiramiz. Ana o'sha link orqali siz onlayn ro'yxatdan o'tib bizning kurslarimizda ta'lim olishingiz mumkin bo'ladi. Ilm yo'lida barchangizga muvaffaqiyat tilab qolaman va bu qo'llanma darsligimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, bizni ijtimoiy tarmoqlarda qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Qaysi qismlarda demak e'tirozingiz bo'lsa, albatta biz u e'tirozlaringizni samimiy qabul qilamiz, chunki yuqorida aytib o'tilgan barcha ma'lumotlar va tavsiyalar va uslublar shaxsiy tajribamizdan kelib chiqqan bizni ma'lumotlarimiz edi. Biz bilan bog'lanishlik uchun esa manzil qoldiramiz.